Men bir necha yillardan beri Blackpink muxlisiman. Bu guruh a'zolari orasida mening biyasim Rose. Dugonalarim bilan birinchi marta a'zolarni o'zimizga tanlaganimizda men Rose'ni tanlaganman, chunki uning uzun va nafis sochlari, yuz tuzilishi menikiga biroz o'xshashdek tuyulib, o'ziga meni tortgan. Lekin keyinchalik uning iste'dodini yanada ko'proq hayratda qoldirdi. Rose YG Entertainment tinglovida gitara chalib, o'z ovozi bilan barchani lol qoldirgan. U gitara chalishni bilganini YG Entertainment xabar topganidan so'ng uni qo'li qonaguncha gitara chalishga majbur qilishgan. Har bir Blackpink a'zosiga ochiq kiyinishga majbur qilishgan va ular bunga boshida qarshi bo'lishadi, ammo keyinchalik rozi bo'lib, mana shu 2025-yilgacha birgalikda ijod qilib kelishgan. Ammo hozirgi kunda ular bo'linib, har biri o'zlari solo tarzda musiqalarni yozib kelishmoqda. Rose Blackpink guruhi a'zolarining ichida o'z vokali va gitara chalishi bilan ajralib turadi. Qolgan memberlar uchun ham shunday video istasangiz obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.